1.58 benim kichkina qizchaman. Kattamiz bunaqa. Ne kulyapsiz? Ipi, tavba kulishini qaranglar. Qayerda turasiz? Yashash manzil Toshkent. Kichkina ekansiz dedi. Kichkinaman. Katta bo'lyapsizlar. Bo'ylarim kichkinagina. Kichkina qisman. Men bo'ydoq. Allohga shukr. Salom qo'yasiz. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Salom, assalomu alaykum Beknazar aka. Ko'tarib otib yuboradigan dedi. Da. Bitta ko'tarsa, bitta qo'lda ko'tarasiz dedi-ku. Yangi yillaringiz bilan. Rahmat aka, o'zim yangi yillaringiz bilan. Bitta qo'lda ko'taradigan qizman. Tung. Yiliz necha? Kichkina qizman. Yangi yo'lda turasizmi? Yo'q, necha kilosiz? 50 kilo. Seni sevsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Timur aka, rahmat. Arzimaydi aka. Jalol ko'rinmoqchi sizga. Ko'rinmay qo'yaversin. Mazza ko'tarib olva dedi. Ivi, ha, Timur aka, nima bo'pti? Assalomu alaykum yangilar bilan. Alaykum assalom, rahmat. 2 siz yo'q. Bir qop un ekan dedi. Da. Bir qop un. Bir qop un hammasida kichkina yaxshi beradi deydi. Ha, endi siz bilasiz, qayerga odamlar. Biz qatdan bilamiz. Yangi yillar bilan jonim. Rahmat Nizam aka. Opamman gaz oling-da. Yo'q, olmayman. Yo'q. Gapirmay qo'yavering. Shot yozavering biz. Assalomu alaykum. Salom, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kichkinalarni og'zi. Aka, xafa bo'lmang. O'zingizga qilasiz просто. Tez yo'qoling. Nima gaplar go'zalim tinch. Qanaqasiz? Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshiman. Bitta tuzasini ko'rsating-da. Nima? Manos. Ko'taring malikam yo'q ey. Podpiska qo'shasizmi? Afsus berilib ketsa. Ha, shuni aytdim, berilib ketishdi. Yo'qol. Tilba yo'q odamlar. Hello negativchilar deydi. Ha. Sizni qo'shib qo'yasizmi? Yo'q, qo'shmayman. Nahotki yuqorida gaplasha olmasak, shuni ayting. Yozilgan-ku. Toshkentda qatida jonim o'zida. Yaxshi qiz uchrasak bo'ladimi? Marun ber desangiz olib beraman. Tapishga desangiz olib beraman. Bo'ldi gapi yo'q. Olib berasizmi ish qilib? Marujni demayman, tomoqim og'riyapti. Boshqa narsa desam bo'lmaydimi? Topgan sizniki bugundan boshlab. Bo'ldi gap yo'q. Negativchilarga Nahop. Qo'ydim. Ko'taring bir yo'q. Привет, как ты? 1% qoldi dilim, omad. Rahmat, salomat bo'ling. Zaryadkaga qo'ying telefonda. Manchilon 9da turaman-da. Yaxshi. Admin bo'lsa, bilet bor. Yaqinda janoyingiz qanaqa go'zal? Nima deyapsizlar? Yo'q, aylanib kelmayman. Rahmat. U o'lgimay qoldi o'qigani. Oppa, nima ish qilasiz? 7ga otibsiz. Deydi rizolmayman. Singiz yo'qmi? Siz opa bor. Salom opaman. Samarqanddan. Alaykum assalom. Samarqandga salom. Сколько вам лет? 18. Podpiska bormi? Singil deydi. Bor aka.
Savolda jinnisi bo'ldi-ku deydi. Ha, ishoning. Iti bo'ldi savol. Bekorchilik. Rahmat. Arzimaydi. Addush. Sizni sevib qoldim. Juda zo'r. Siz yagona emassiz dedi-ku. Sizlar ko'psizlar. Iti bas yetim deng deydi. Men yetimni ham podpiska qo'shing opa. Xoliqatdan o'zidan aytvoring, nima ish qilasiz? Nima qilasiz? Qilgan ishimni qila olasizmi ish qilib? Yo'q, turolmayman. Reklama qilmayman-ku, o'rnimdan turib unda qiladigan. Yo'q, patil kerak emas. Shunday chiroyli qiz ekansiz, yeb qo'yish kelyapti. Qilib olsa kerak-da. Shunaqa shekilli qila olsa kerak. Sizni opam desam bo'ladimi? Bo'ladi, uka deyavering. Qiziqyapti ko'rasiz nima ish qilishga. Nima ish qilishdan xudo do'st saqlasin. Tavba. Allohim. Voy, men o'ynamayman. Jinni dedimi shunchalik. 18 yoshman. Bo'ldimi? Tavba. Podpiskam. Okey, mana biradan. Voy, neta tushunibman. Epima o'lay. Bu bachchaga nega noto'g'ri rahmat arzimaydi. Aldaysan-ku Sardor deydi. Aldaysan-ku. Aldanmang-da, aldayversa aldayman. Assalomu alaykum. Labis botoksmi yo'q o'ziniki? Botoks. Thank you. Nos chekkan deydi. Yo'q, tavba deng. Betakrorsiz ko'z tegmasa rahmat katta. Doim shunday tabiiy yuring. Rahmat aytganingiz kelsa. Lekin rostdan tabiiy hech qaytim qilinmagan. Lab, ko'z, labis hech kim bilan urushmaganman. Gapirib urushgan gap ham qolmadi. Sekinroq yozinglar, shuni ayting. Ulgumayman o'qib. Oshiq bo'ldim. Keyin bizga juda aytibman. Rahmat katta. Bildim. Kipridan tashqari ham. Kiprik qilingan savolimga javob bering. Qaysi savolingizga? Kiprigam? Lekin mana kiprik bittasi bu ham уже to'kilib ketgan. 1,5 oy 2 oy bo'lyapti. Bittasi to'kilib ketgan. Bu tabiiy kiprik уже. Mana bu sun'iy. Bu tabiiy. Bitta o'rnida turib aylanib bering. Keyinchi yoqtirdim siz qizda rahmat. Ha, bilinyapti. Skaner yaxshi ishlaydi deydi. Zo'r ishlarga. Qizingiz bormi opa deydi. Yo'q. Qizim yo'q. Astag'firulloh. Oshiqlaringiz ko'paydi, o'zi ko'paydi. Ko'lamdagi bolani kiprigini ko'ring, tabiiy deydi. Navoiy shaharga keling, mehmon qilaman bir. Rahmat katta Nizam aka. Xudo xolisa. Alixon aka, assalomu alaykum. Nima gap? Tinchlik. Admin yo'qmi? Yo'q, admin yo'q. Yo'q, ko'taramayman. Assalomu alaykum. Rahmat, o'z yaxshimisiz? Instangiz ayting. Instam bir xil shu Noram yozib qo'yganimda bir xil instam. Yangi muborak bo'lsin, tabriklayman. Rahmat, Ayja aka, siz ham tabriklayman bo'lsa ukamday aytdim. Yo'q-da shu. O'sa dardingiz yo'q shu.
Kimgadir admin bering, sizga yordamchi negativlarga. Yo'q, kerak emas, men ularga e'tibor bermayman. Duruziga qo'shasizmi? Yo'q, Alixaniga qo'shmayman. Salom. Tanishaylik jonim. Tanishib o'tiribmiz, gapiravering. Yevropaga aylantirib jo'tib jo'natib yuborasizmi? Bo'ldi. Qayerga boray? Ayting. Senga og'irligi tegyaptimi? Ahamiyat bermaymiz. Hello. Nomeringizni bering, opajon. Yo'q. Manimcha poyezdda yo'q, adashdingiz. Shvetsiya. Nasib xudo xohlasa borib qolarmiz joylarga. Hech qiziqib ko'rmaganman ekan, lekin to'g'risi. Nasib bo'lsa boramiz. Siz Toshkentga kelgandan keyin men aylantiraman sizni. Opa-bacham yo'q bo'lsa. Astag'firullah. Serios Yevropaga kirsangiz bo'ldi, o'zim kutib olaman. Yevropaga bora olgandim, vodiyga ham kelib turasizmi? Ha. Men boray Toshkentga deydi. Toshkentda aylanib bo'lganman-ku deydi Hasan. Sizga xat bermayaptim. Bu nimasi endi? Shuni ayting, bu nimasi? O'xti. Qayerdansiz? Andijondan. O'zim Toshkentdan yashayman. Shunaqa deb yozib qo'ysam bo'larkan. Ko'rishinglar yo'q. Hozir yoningizda